Assalomu alaykum, Ma'lumot Uz kanalining hurmatli kuzatuvchilari, qadrli YouTube tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Qo'li gul ustalarida ustaxonasiga, ya'ni xonadoniga kelganmiz. Ko'rib turibsizlar, bir-biridan chiroyli darvozalar, sifatiga garantiyalari bor akalar. Shularda hozir qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazamiz. Videoga like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib, albatta video ostida bir chiroyli kommentariylarda yozib qoldiringlar. Xudo xolasa ustakalarimizni ishlariga garantiyasi bor. Ko'rib turibsizlar, sifatli ish qilishar ekan. Hozir barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kimga shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, ekranga ustakalarimiz nomerlarini yozib qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib yasab berishadi. Demak, bugun haftaning dushanba kuni 10-mart 2025-yilda ushbu video syomkani olib boryapmiz akalar. Demak, videoni boshidan oxirigacha ko'rib turinglar. Mana shu darvozalar haqida barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Materiali qanaqa, puli necha puldan, dastlabki xizmatlari qanaqa, qayerlargacha bo'ladi, hammasini bir boshdan yoritib beramiz akalar. Biz syomkamizni boshladik bo'lmasa. Hurmatli tomoshabinlar, syomkamizni boshladik. Hozir ustakamiz bilan bir boshdan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum Madiyor aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Tomoshabinlar. Endi aka, hozir obunachilarga bir boshdan o'zingiz ma'lumotlar berasiz bu darvozalaringizni. Bu darvozalarni qaysidan boshlaymiz? Bir boshdan ketaveramiz aka. Mana shundan ketaveramiz. Listlarini, kraskalarini, dastlabkilarini, barchasi ma'lumotlarni bir boshdan shoshmasdan aytaveramiz aka. Mana shu darvozalarimiz o'rtachasi bular ichida hozir. Aha. Mana bu yer shtampovka listdan hisoblanadi-ki, reflonka deydi. Mana bu mayda tash qovurg'asi borligi uchun o'sha 1.8 listlardan qarang shumi yo'qroq bo'ladi. Bir qavatli. Hozir shuni bilinyapti bo'lsa kerak. Aha. Qaranglamaydi ular. Kim profillari ham 1.5 stenkada, mana bu 1.3lik reflonka disk. Mana kaspaklari ham o'sha 1.3lik diskka moslangan, bir xillashtirilgan. Endi buni kvadratini hozir 750 mingdan beryapti. 1 kvadratini. Aha. Buni arzonroq ham aytishi mumkin biron joyda yoki internet tarmog'ida boshqa ustalar. Biz o'zimiz mana shu xo'jaligimiz shu yerda qilamiz o'zimiz. To'rtta ko'kamiz, o'zimiz yasab, o'zimiz tayyorlab, o'zimiz o'rnatamiz. Shu Samarqandgacha o'rnatamiz. Demak, Samarqandgacha hozir ko'proq borib o'rnatyapsiz. Viloyatigacha shu yerda ham bitta ishxonamiz bor, bitta ukamiz shu yerda ishlaydi. Shu yerga jo'natamiz, shu yerda o'rnatib berib turadi-da, o'sha Samarqandgacha. Keyin yana nima desam, xullas buni arzonroq aytish mumkin degan sababi mana o'sha yuqoriroq bo'ladi, shu ko'rinish bo'laveradi. Mana buni ham 07-09 diskachasi bor-da, biz bunaqasini ishlatmayapmiz. Chunki bitta chirib ketib, kirasi ketishi bilan chirib teshib qolishi mumkin-da. Demak, bu darvozamizdagi razmerlar nechiga nechi? Buni razmeri endi 3.5 ga, bo'yi 3.30 lik darvoza. Aha. Korobkasi, endi biz korobkaga solmadik. Bular o'sha Samarqandga ketadigan darvozalar. Bular уже zakazga qilingan. Aha. Juda yaxshi. Xo'p, buni zamoglari qanaqa bo'ladi? Qimmat zamog bo'ladimi, arzon zamog bo'ladimi yo puliga yarasha bo'ladimi? Zamogini uni telefon qilganda zamogini o'zini realizatsiyasini kelishib olamiz. Aha. Misol mana shu hozir aytib turgan kvadrat ichida o'rtacha o'sha 150 ming so'mlik zamoglar. Zamog. Narxini aytaveray, uni nomi ko'payib ketdi. Narxi 150 ming so'm atrofidagi zamoglar qo'yiladi. Zamogga 1 yilga biz garantiya beramiz. Bironta zamog magazin, bironta zamogga garantiya bermaydi o'zi. Biz garantiya beraveramiz, sinovdan o'tganini qo'yib beraveramiz. Juda yaxshi. Demak, bu zakazga keladi, buni telefon qilishmasin-a, buni shu xuddi shundan deb. Yasab beraveradi. Lekin bu zakazga qo'yiladi. Zakazga qo'yiladi. Demak, aka, yana bir savollar kelyapti. Endi misoli ko'rib turib telefon qilishsa, shu razmerda hozir o'zimiz shu yerda viloyatda turibdi, Farg'ona viloyati Chimyonda turibdi. 3.5 ga 3.5 bor agar zarli odam bo'lsa. Zarli odam bo'lsa 3.5 bor. Kvadratda 750 mingdan kvadratni hisoblaymiz. 3.5 nech pul bo'lsa, hamma yo'g'i tayyor turibdi. Zamonlar o'rnigacha tayyorlab qo'yilgan, endi qotirilsa bo'ldi. Demak, zakaz qilingandan keyin necha kun mobaynida tayyor qilib olib borib o'rnatib berasizlar? Mana shu darvozalarda hozir zakaz qilinsa 15 kundan 1 oygacha. Aha. Hali ishiga qarab-da. Mana shu fasonlar shunaqa kun. 15 kundan 1 oygacha. 1 oygacha mobaynida o'tkazib beriladi. Agar 200 yozlarda ham telefon qilib qo'yish mumkin-da odamlar. Bunda ish ko'p bo'ladi, bunda cho'zilib qolishi mumkin 1-2 kun. 1-2 kun farqi bo'lishi mumkin. Juda yaxshi. Xo'sh, endi misol uchun zakaz qilingandan keyin zakalab tashlab berish kerakmi sizga yo? Bizga endi shuni yo'l yo'riqni ham ko'rsatib qo'ying-da.
Misol mana 10 kvadrat darvozasi 7,5 million bo'lsa, Mhm. 4dan birini tashlashib beryapti-da hozir. Plastik kartaga tashlab bersa, borib o'lchab kelasizlar. Internetga hech chiqmaganmiz-ku. Shunaqa tashlashib beryapti. Mhm. Juda ham yaxshi. Demak, navbatdagi darvozamiz bu qanaqa fason deyiladi bu? Mana hozir endi Dubay fason deyishyapti. Endi biz kapalak fason deyardik buni. Aha. O'zimiz kapalakka o'xshatib. Endi biz hozir internetda shunaqa deyishyapti. Dubay fason. Dubay fason. Qalini. Qalini. Ikkilik diska bo'lgan bu. Aha. 2 qavat ikkilik. 2 qavat. Demak, shumkali bo'lar ekanda? 2 qavatda shumkali. Aha. Shu zamon kesilgan joyda shumkasi ko'rinib ham turadi. Aha, mana. Zamonga profillar qana qal'ligi. Buni ham xuddi mana shu qal'likdagisi bo'lsa, bizga zakaz qilingan bo'yicha yasalgan 1 million 400 ming so'm. 1 kvadrati. Ha, xuddi shu ko'rinishda mana profillari sal yuqoriroq bo'lishi mumkin, keyin kichikroq bo'lishi mumkin. Shu ko'rinish bo'ladi lekin. Aha. Kraska bir xil bo'ladi, shu ko'rinish bo'ladi. 1 million 250 minggacha qilishyapti buni internetda. Aha. Buni arzonlashtirishning yo'li shunaqa bo'ladi. Ha. Baquvvat qilaman desa 1 million 400 mingdan xuddi shu holatda baquvvat bo'lib boradi. Mhm. Demak, buni razmerlari nechiga nechi? Buni razmeri eni 4 metr, bo'yi 30, o'sha nari darvozamiz bilan teng bo'y. Aha, ana ko'rsatlaniki. Ko'rinishdan bilinsa kerak. Lekin o'ta chiroyli chiqibdi bu ham. Ha, mana ular ham shoshib qoldi nima. Mana shunday qotiriladi. Ha, bular metga nerjavikalar qotiriladi, ha? Qotirmay hozir qo'yib qo'ydik xolos. Ko'rinsin shunday. Ana. Ana shunday holatda bo'lar ekan Mana shu akalar. nerjavkasi yo'q bo'lsa ham, o'sha butun darvozani kvadratidan 50 mingdan razisa qilaveradi. Ha, nerjavika qo'yilsa, demak, pul qo'shilib qoladi yana. Mana shu nerjavka arzon narsa emas-da bu. O'sha 8 qal'likdagisi. Aha. Shu valna bo'lmaydigani. Buni ham shu arzonligi borligining sababi shuni aytib ketay mana. Mhm. 250 ming degan 0.3 arzonlar bor-da buni yarim puliga ham to'g'ri kelmaydi. Bu 0.8ligi. Mhm. Shu yopishtiriladi, o'shaning uchun eng qalin narsalar ishlatilgani uchun 1 million 400 mingdan bu kvadrat olib borib o'rnatib beriladi Samarqandgacha. Mhm. Bu qalinlarning stoykalari o'sha profil bo'lsa ham o'ziga yarasha qalin bo'ladi, 2,5lik stoykada bo'ladi. Mhm. Zakaz qilsa shivillar ham qilib beraveradi. Shivillar ham qilib berilaveradi. O'sha profil bilan 12 lik 14lik shivillar puli pasti bir xilda, hech qancha razisa qilmaydi. Mhm. Juda ham yaxshi. Demak, mana shu holati nech pulga bitdi hozir? Endi ko'pchilikka qiziqda. Hisoblab ko'rganmisizlar? Hozir bu 14 kvadratdan, masalan, 10 kvadrat bo'lganda 14 million so'm bo'ladi. Yana 4tasi 5 million 600 ming. 19 million 600 mingga bityapti mana shu holat. Juda ham yaxshi. Bu ham endi zakazga olib borib o'rnatib berish ichida. Har qaysi silliq bo'ladi? Aha. Ash holatda ash profilda to'ldirgan ichi to'ldirilgan lavatarlar buni. Mhm. Ana. Demak, navbatdagi darvozaga o'tsak, pul yengillaridanmi bular endi? Bular endi puli yengilroq, lekin kraskalari shular bilan bir xil. Puli arzoniga ham, qimmatiga ham bir xil sifatli kraska sepiladi. Arzon kraska deb buni arzon darvoza olganga arzon kraska sepib qo'ysangiz 1 yilda tulab chirib ketsa u arzonga olgan bilan ajratilgan qoladi. Kraskasiga juda ko'p razisa qilmaydi. Shuning uchun arzoniga ham shu qimmatli kraskalar sepilyapti. Juda ham yaxshi. Buni ham shu o'rtalari nerjavaka shekilli, mana ko'rishlari mumkin. Nerjavikalari o'sha qalindan. Chunki yupqasi o'zi vanna bu bilinib qoladi, mana shu aks ko'ringanda bilinib qoladi. Aha. Bularning kvadrati hozir 700 ming so'mdan. 1 kvadrat 700 ming so'mdan qilinyapti. Mana nerjavikasi yo'q bo'lsa 650 ming so'm. Mhm. Mana shu nerjavikasi yo'q. Nerjavikani hisobiga qo'shilib qolyapti hozir. 650 ming so'm 50 ming razisa qiladi. Keyin buni nerjavikasi bilan ham 650 mingga chiqarib beradigan xonasi bor. Hali aytgandek. Profillar kichkinalashadi, yupqalashadi. 1.3liklisi o'sha 1,5lik profilga bo'lgan bu. Ha. Demak, arzonlashtirishda ham imkoni bor. Materiallardan qisiladi, shunga arzon bo'ladi, to'g'rimi? Ko'ryapman-da, Instagramda, boshqada ko'rsam, shu 650 ming, 600 ming deb yuborgan joylari ham bor-da. Chunki biz o'zimiz yasaganimiz uchun bilamiz. Bu 600 minglardan buni uzoq masofalarga o'rnatib berish, masalan, Samarqandgacha qiyin masala u. Yo'lkiralar arzon. Gaz ishlagan paytdagisini aytyapman. Ishlagan paytdagi va shu bitta darvozani pulni olib qo'yapti shoqilib. To'g'ri. Ana. Buni razmerlari nechiga nechi? Buni razmeri eni 320 ga, bo'yi 330. Buni. Juda ham yaxshi. Ana. Xo'p, navbatdagi darvozalarga o'tsak, buni haqida ma'lumotlarni berib bo'ldik menimcha. Bu ham shu materialdan faqat guli sal boshqacha. Aha. Ana ko'rishlari mumkin, bu ham
Juda chiroyli chiqibdi lekin. O'sha hali Dubay fason, kapalak fason deganimizda shtampovka. Shtampovkasi, ha. Bir uchlik qalinligisi. Profili ham o'sha 1,5lik. Profili pasti bir xil ularning. Mana. Razmerlar qanaqa buni? Buni razmeri ham o'sha bo'yi bundan ko'ra sal balandroq. Aha. 340 ga yana bir xil, 320lik. 320 ligi. Ha, stoykalari 88 bir xil profilli. Juda ham yaxshi. Xo'sh, mana go'shtlarniki bir qator ko'rsating. O'sha nariga ko'zguga o'xshagan oq yerjagiga yaltiroq qo'yilganda tilla rangligi bu. Hozir endi bu o'sha Samarqandga ketadiganligi uchun Ana shunda o'zlari seyir ochadi. yerjagikasini ochmay turuvdim. Men yo'l to'lda chang bo'lib, qum bu bormasin deb ochganimiz yo'q edikda buni. Ha. Ochmay qo'yaveraylik dedik. Ana shunday egalari ham hali internetga chiqsa ko'rib qolsa kerak, men darozdan. Bo'ldi, qolganini ochmay qo'ying. Qolganini egasi ochsin aka. Egasiga qiziq baribir. Mana. Xo'sh, buni kvadrat necha puldan? Ularning kvadrati ham shu, o'sha 700 ming so'mdan. Bu yaltirog'i bo'lmasa 650 ming so'm. Buni amal etganda 600 ming so'mlik yo'li ham bor. Beringlarsa, klaska xuddi shunday bo'laveradi lekin. Faqat mana profillar 4 lik bo'ladi. Yupqaroqdan bo'ladi. Mana listi ham yupqa bo'ladi. Lekin biz hali unaqasini qilganimiz yo'q. Haligi qimmat etyapsiz deyishim mumkin. Boshqada ko'rsamda solishtirsa bu arzon etyapti. Bizda ham arzon yo'llari bor. 500 minggacha qilib bersa bo'ladi. Imkoni bor. Demak, necha puldan necha pulgacha shuni ham aytib qo'yaylik. Necha puldan kvadratni yasab beraversizlar? 500 mingdan 700 minggacha. Qilib berasizlar. Qilib beradi. Faqat o'sha materialda farq bo'ladi. Keyin o'sha yonga ochiladigan Ha. relisovoylarda puli sal razisa qiladi. Ha, ularga material ko'proq ketadimi? Rolex, shviller ketadi ularga. Ha. Turgan korobkasidan tashqari yana yurgani ham o'sha korobka ketadi. Ha, shuni hisobiga Shunda kvadratiga pul qo'shilib qoladi. kvadratiga 100 mingdan pul qo'shiladi. Shu yonga ochiladiganlar. Masalan, g'arozaxonaga kirib turib, burilib xalaq qilmaydigan joyga o'tib ketadigan bo'lsa, shundan bo'ladi. Juda ham yaxshi. Demak, xohlagan fasonda, xohlagan razmerda yasab berilaveradi. Xohlagan fasonda, xohlagan razmerda qilib, Aha. relisli qilibmi, o'sha yonga ochiladiganmi, bu tomonga burilib qoladiganmi, taklanadiganmi? Yasab berilaveradi. Demak, o'sha videosini tashab turib, rasmlarni tashab turib, menga mana shu fasondan, mana shunaqa qilib yasab bering, mana bunaqa listdan desa, xuddi shunday birga bir qilib yasab berilaveradi. Biz endi bunaqa internetga chiqamiz deb o'ylamasdan yig'ib yurmaganmiz. Uni qilgan dorozalar. Ha, ha, ha. Lekin bizga o'sha qilingan dorozalarni shunaqa qilishim kerak desa, biz endi buni o'zimiz ko'rsatib, Aha. o'sha qilingan dorozalarni olib tashlab, bunaqa bo'ladimi deb gaplashaveramiz. Chunki qilganmiz, bunga ahlimiz yetadi. Usta aka, endi necha yildan beri shu daroza sohasidasiz? 2009-yildan beri qilsak. Oho. 2009dan men instrumentlardan bilaman olgan. Juda yaxshi. Demak, akalar juda ham ko'p yillik tajribaga ega, malakali ustalarni hozir ishlarini yoritib berdik. Kimga kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Ekranda nomerlar bo'ladi. Endi aka, misol uchun hozir yana ham tushunarliroq qilib aytib ketaylik. Zakaz qilishgandan keyin, misol shtampovkalar bo'lsa, 10 kun, 15 kun mobaynida uyga borib o'rnaydi. Ha. 10 kundan 20 kungacha. 20 kungacha. Chunki hozir mana sizni kanalingizni ko'radigan ham ko'p. Bittasi baravar telefon qilib qolsa, bittasiga 10 kun deymiz, bittasiga 20 kun deymizda, orasida masofa bo'lishi kerak, har qanday qilib. Baravar qilamiz. Xo'p, shuni endi qo'l mehnati ko'proq sarf qiladigan ishlar bo'lsa, unda masofa yana ham cho'ziladi, to'g'rimi? Savo kapalak fasonida 2 qavatliklari bor, ichiga shumka qo'yamiz dedik-ku mana. O'shalarni ish ko'proq, keyin mana bunaqa yaltiroq borlardan juda ish ko'proq. Qo'l mehnati ko'proq ketadi, ko'proq vaqt sarflanadi. Nerjaykalar boshqa kompyuter ochib beradi-da bizga. Ha. Shular ham vaqt ketib qolyapti. Shu yerda ham ko'pchilik ustalar ochib buni. Boshqa ishlar ham ko'p kompyuter ishlardi. Shular mana shularga ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun uzoqroq vaqt aytiladi. 20 kundan 1 oy atrofigacha. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda. Ha, yozlarda 2 oygacha ham cho'zilib ketishi mumkin. Xo'p, dastlabki xizmatlarni o'rnatib berishlar qayerlargacha? Shuni ham yana ham to'liqroq qilib. Xizmati shu vodiydan Samarqandgacha shu imkonimiz bor. O'zimiz o'rnatib berishga. Bundan ariga ham jo'natib olishimiz mumkin, o'rnatish bo'lsa. Yo'lkirasimiz to'la. Jo'natib olasiz. Olishimiz mumkin, ha.
Lekin uni ham kelishamiz, kelib o'rnatib beringlar desa, unga ham kelishib qo'yaverasizlar. Kelishib o'rnatib beraveramiz. Demak, Samarqandgacha dastlabki o'rnatish bepul deymiz. Qolgan joylarga kelishiladi deymiz. To'g'rimi? Samarqanddan nag'aga. Shunaqa desak bo'laveradi. Qo'shni respublikalardan aloqaga chiqsa qanday bo'ladi? Endi qo'shni respublikaga biz o'tmaganmiz, lekin mana shu Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga men o'zimiz shu Rishton rayonida chegaramiz bor edi. Chetga chegaragacha olib borib berardik. Shunaqa olib borib beraveramiz. Demak, qo'shni davlatlardan aloqaga chiqsa, chegaragacha olib borib berish imkoniyati mavjud. Videoda uni qanday o'rnatishlarigacha biz chizib atmetga qilib qo'yamiz. Boshqa odam bo'lsa tushunaveradi. Chiziqlarimiz joy-joyiga olib kelsa, o'zini uringa qo'ysa, o'z joyiga keladi. Tushunaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Demak, menimcha hamma ma'lumotlar berib bo'ldik. To'lovlar qanday usulda bo'ladi? To'lov plastikda ham bo'laveradi, naqd pulda ham. Naqd pulda ham bo'laveradi. Misol musofirdan ko'pchilik kuzatib turibdi. Kartaga pul tashlasa, borib o'rnatib, shunaqa qilish imkoniyatlari ham mavjud. Borib o'rnatib, ma'qul keldi deysa, qolgan pulni keyin tashlash kerak. Juda ham yaxshi. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Demak, hurmatli tomoshabinlar, kimga shunaqangi sifatli darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Bugungi syomkamiz shundan iborat edi. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar mana. Bir boshdan yana ko'rsatib qo'ying.